Navbat 180 tali ekskavatorimizga. Akalar, bu ekskavatorimizning umumiy vazni 18 tonnani tashkil qiladi. Narxi 125 ming dollar. Texnikamizning gabarit uzunligi 8,5 metr, eniga 2,5 metr, balandligi 3 metrni tashkil qiladi. Akalar, kovushimizning hajmi 0,9 kubani tashkil qiladi. Asosiy gidronasosimiz bunda ham ko'rishingiz mumkin. Kawasaki Yaponiya brendiga tegishli 210 talidan farqi akalar. 0,9 kuba kovush, 1 kuba. Narxidagi tafovut anchagina. Tanlov qilib qo'yganmiz, kelib bemalol xohlaganinglarni xarid qilsanglar bo'ladi. 180 tali ekskavatorimizda ham akalar Cummins dvigateli bilan jihozlangan, 145 ta ot kuchiga ega sifatli dvigatel. Ikkala texnikamizda ham bir xil Cummins dvigateli turibdi. Ikkala texnikamizda ham akalar oldi va orqa tayanch oyoqlari bilan jihozlangan. Akalar, texnikalarimizning salon qismida bunaqa katta o'zgarish yo'q. Ikkalasida ham boshqaruv panelining monitori bor. Hamma ma'lumotlarni, texnik ma'lumotlarni berib turadi. Joystiklarimizni, magnitofonimizni, konditsioner pechka, shofyor uchun, ishlash uchun hamma sharoit yaratilgan akalar. Yuklarimizgacha, pardalarimizgacha bor. Akalar, texnika olsam ichidan nima chiqadi deb ko'pchilik savol berishadi. Moy, havo filtrlari komplektida bor. Bu yerda zip komplektda barcha ключlari, damkratlarigacha hamma komplekti ichida. Ekskavator olsanglar, xuddi shunaqa komplektni sizlarga topshiramiz akalar. Akalar, Texnika Advance Service kompaniyasining showroomida 100 ga yaqin texnikalar nalichi turibdi. Kolesniy ekskavatorlarimizni ko'rdinglar. Hammalarga kredit, lizingsiz 100% pulini to'lab olib chiqib ketish nasib qilsin shunaqa texnikalarni yengisidan 2026-yilda. Akalar, mabodo texnikalar bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol 24 ga 7 ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hammalarga omad. Texnika Advance Service kompaniyasi har doim xizmat qiladi.